Barcha O'zbekiston xalqini bugungi Navro'z, yangilanish va yasharish bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz va bugun o'zbekistonliklarni qanday ob-havo kutayotganligi haqida muhim ma'lumotlarni e'lon qilamiz. O'zgidromet 21-mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 10-12 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 12-14 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi ham mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 9-14 daraja iliq, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li va tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Ob-havoning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va bugungi bayram kayfiyatini a'lo darajada, bayramlarni juda maroqli darajada o'tkazishlik barchangizga nasib qilsin.